Assalamu alaykum, hörmətli Nur ekran görünmələri. Aldı bilən muş vaxtına xeyrlik olsun. Mən İmam Tahavi Abdülmelik. Çetəlləri musafirlik hayatımız uzarğan siri milli mövcudluğumuzun asası bulğan ana tilimiz ciddi xırıs tutuş gelməkdə. Bu vaxtda biz Darul Ərqam Yaşları Buluq sübütümüz bilən qolumuzdan kəlgəni qilish üçün yola çıxdıq. Bizlərni bu səfərdə qollab, quvvatlışınlarını cin konumuzun ümid qılımız. Sizlərə sunuş aldı durğan ana til muhafizəçiliyi namlıq bu proqramımızda ana tilimizni tirik tutuş, saflıqni qoğdaş və yaşlarımıza aktiv energiya sunuş məqsəd qıldıq. Aziz qarindoshlar, programmamizdagi qoidalari tövəndəkicha. Programmamiz savol-javob shaklida ilib berildi. Programmamizda faqat va faqat 3 qitimlam xatolash fursati bo'ldi. Agar mohirlarimiz 4-qitim xatolashsa, programmamiz oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. Ya'ni maqol tamsil bo'limiga qadam qo'ydi. İki bahalığıcı birden maqol tamsilini beshini deb berdi. Mahirlarimiz bo'lsa, bu maqol tamsilniki oxirini tushirdi. Agar mahirlarimiz 4 xatolik bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lsa, rag'batlantirish yuzidan yana bizniki mukofotimiz bor. Agar siz bu programmamizga qatnashishni xohlasangiz, biz bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Qani amsa programmamizni boshlab ketdik. Xatoligini tushunib, bilib yetib, Assalomu alaykum, qanday ahvoling? Va alaykum assalom, yaxshisizchi? Allohga shukr. Programmamizga xush kelding. Rahmat. Yuqorida o'tganimizdek programmamizdan qayerdan tushungan bo'ldingiz? Ha, tushundim. Unda bo'lsa oldida o'zing bir tanishtirsan, ondan programmamizni boshlaymiz. Ismim Abduvaris, dadamning ismi Muhammad. Bu yil 18 yoshga kirdim. Vali Efendi Anadolu İmam Hatip to'liq o'rta maktabda o'qiyman. 11 sinfga chiqdim. Maşallah. Sen Sharq Turkistondan qayerdan bo'lsa? Men Sharq Turkistonning Xotandan bo'laman. Xotandanmi? U Xotanliga o'qimaysan ekan. Ya, men Xotanda tug'ilgan, lekin shu Urumchi qolgandan keyin Meni bilishimcha Xotanga osonlikcha Xotancha gapini unutmaydi shu. Shuna so'rashim. Ya, mening anaqa jiqadoshlarimning hammasi Qashqarlikcha, g'oljilik, yakanlik degandek. Shuna bo'lgandan keyin anaqa mening shivam hamda shuna o'zgarib ketdi. Lekin anaqa Bilmaydim. Ha, bilmaydim o'zgarib ketdi. Yaxshi bo'pti. Bizga kundalik hayotingni qisqacha bilib bersam. Mening kundalik hayotim shu. Atgan soat shu bomlat qazan chiqqan qo'paman. Qo'pab shu bu bizning Qo'roning Qashdagi Uyg'ur masjidi chiqib o'qiyman bomlatni. Ondan keyin shu uyga kirib 8-9 gacha uxlayman. Qo'pqandan keyin takrorlaydigan qurnim bor. Uni takrorlab shu peshimgacha tugaydi uni takrorlashim. Peshimdan keyin shu uyga kirib bu shopurlik kursiga tayyor qilyapman uchun, kinish kelish uchun. Şu aşağı tayyor qilyapman, shu uya soat 7:30 bilan boshlaydi, 9 tugaydi. Aşağı shu ham ashuni kitobini ishlayman, ham kitob o'qiyman. O'zim qolgan kitoblarni shu 9da shu 8:30 bilan borman uyga. Endi hozir ta'til bo'ldi ya sizlarga. Ha, ta'til bo'ldi. Ta'tillik planlaring nima? Ta'tillik planlarim birinchilab mashq berish, eg'irlik ko'tarib degandekcha. Ondan keyin shu kompyuter kursida o'qish, ondan shu shopurlik kursini tamomlash. Sen odatda nimalarga qiziqsan? Men odat shu kitob o'qish, chiniqish. Ikkisinmi? Uchinchisi nima? Uchinchisi shu hozir To'rtinchisi bo'lsin bo'lar. To'rtinchisi bo'ldi. Uchinchisi shu mishadik apparat, kamera degandek narsalar bilan aloqa. Butun vaqtimni shuni o'tkazishni xohlayman. Telefonning apparatimi yo? Ya, normal apparat. Sen yuqorida kitob o'qiyman dedim. Qaysi xil kitoblarni o'qiysan? Shu roman tipdagi kitoblarni o'qishni xohlayman. Uyg'urchami yoki turkchami? Uyg'urcha. Shu Uyg'ur kitoblardan, Masalan, tarixiy romanlarmi yoki qanday roman? tarixiy romanlar. Maşallah. Uyg'urcha. Ha, Uyg'urcha. Masalan, qaysi kitoblarni eng yaxshi ko'rgan kitoblardan birini bizga deb ber desak, qaysi kitoblarni deysiz? Uyg'ongan zamin. Biz undan keyin qum bosgan shahar. Mushlarni bekerek yaxshi ko'rasiz. Ha, mush uchun bekroq yaxshi ko'raman. Sen bu kitoblarni o'qigandan keyin sen qanday narsalarni, qanday ta'sirotga ega bo'lding? Endi mush o'qigan kitobimning uchili ise menga hozir mush vatanda bo'layotgan zulmlarni va Uyg'urlarning hozirgi ahvolini
tushundirib qo'ydi menga endi. Direkt to'g'ridan to'g'ri. Kürdistan'dan çıkış kaldı. Direkt emas. Lekin Uyg'urchasi uduldi. Bevosita. Iliq vatanniki ahvolini tushundirmaydi bizga. Lekin shu vatanniki ahvolga suvga o'tib ketadi. Ha. Hamda Xitoyninki shu vatanda turib yozgan kitoblar bo'lgankin. Ashnaroq qildi, to'g'ri. Masalan, Uyg'ongan zimin deydi. Uyg'ongan ziminda senga eng ta'sir qilgan bir hikoya bormi sen? Menga eng ta'sir qilgan hikoya G'ojin Yazajim. Bu qahramonimiz, Uyg'ur qahramonimiz hayoti bo'yicha vatan uchun ham kurash qiladi. Kurash qilib oxiriga kelganda Xitoyga ishinib ketadi. Xitoyga va shu davrdagi Char Rossiyaga ishinib ketadi. Shuning bilan ishining oxirida o'zining xato qilganligini anglab, pushaymon qilib, Xato qilganligini anglab emas. Xato qilganligini tushunib, bilib yetib, bilib yetib, shu tashlangan turmaga, temaga men Char Rossiyaga ota-onamga ishongandek ishinibdimi deb shu tirnoq bilan yozib qo'ydi. Xudo hozirgi jamiyatimizdagi bir turkum Uyg'urlar Amerikaga va yoki boshqa davlatlarga ishonganga o'xshashlar. Sana eng ta'sir qilgan hikoya shu deydi, hamsa. Bir xil ashlardan ibrat olishimiz kerak. Sen bayan yuqorida mashq qilishni yaxshi ko'rmading. Asosan qaysi turdagi mashqni qilishni yaxshi ko'rsan? Men shu futbol o'ynash, ondan keyin basketbol o'ynash degandek bu xil tan harakatlarga qiziqmayman. Nima? Qiziqmaysan? Ha, qiziqmayman. Nima? Chunki top bir yumaloq narsa o'zi. Uning oqidan amni shu maydondagi 22 odam qo'g'laydi. Qo'g'lab, hele top futbolchining putiga kelganda qaysi tepida o topni? O topning oqidan qayta yuguraydi. Bir g'alati to'xtamaydi. Menga bir xil g'alatilikdek tuyuldi. Nima bo'lib bu topga yaxshi kelmaydigan qoldi? Kichik vaqtimda, vatandagi chaqda bir ishlar borkin. Vatandagi chaqda bizning do'kondan qishda qar mahallada bir mahalla bo'tdi. Osh mahallaga kirib qarsam bir turkum mol top o'ynayotibdi. Men bütün qiziqishim bilan, hissiyotim bilan top ko'rayotgan chaqda, bolalarning topini. Bolaning topini ko'rayotgan chaqda top yuziga baqatiq teketdi. Shuning yoq topga qattiq nafrat nima desam bo'lmaydi-da, o'sh ko'rmayman. Yaxshi ko'rmaysan. Yaxshi ko'rmayman. Agar ash top sizning yuzingga tegmagan bo'lsa, sen balkim futbolchi bo'lib qolish ham mumkinchilik bor deydi. Mumkinchilikki bor deyamdi. %5. Yo'q deyarlik. Yo'q deyarlik. Mesela nurg'unlig'a başlaylik futbolga qiziqadigan odamlar. Her musobaqa bo'lgan chog'da 90 minut ashta vaqtini chiqarib, mush futbol musobaqasi ko'rdi-ku. Sen futbol qiziqmayman deding, shuni so'rab baqim keldi. Mushu 90 minut musobaqani ko'rish sen uchun ya'ni nimani ifodalaydi? Bak vaqt israfchilikmi yoki boshqa bir narsani ifodalaydi? O'zingning tushunchangda topar. Sen ko'maslikka mumkin, ammo ko'rganlarga masalan. Bu 90 minutlik musobaqa men uchun bir xushallik deb bilma. Vaqt israfi bo'lmaydi deb bilma, chunki inson hayotida bir muncha narsalarga uchraydi. Ko'ngli yerim bo'ldi, anidan keyin. Ashun bir munchalik talaysizlik uchraydi. Kundalik hayotimizda. Lekin futbol musobaqasi kelganda u 90 minutlik. 90 minut bo'lsa-mu inson azroq xush bo'ladi. Yaxshi ko'rganlar. Yaxshi ko'rganlar xush bo'ldi. Lekin futbolning yana bir yeri bor. Masalan, futbol takımını tutadiganlar futbol takımı emas, futbol komandası. Futbol komandasini Fursat tugul ya. Futbol komandasini tutadiganlar 3% edi, fursatdan qabul edishmi? Hozir xatolik qilsam chiqdi. Xatolik. Futbol komandasini tutganlar ayrim-ayrim komandalarga ayrıldı. Masalan, ikkimiz ayrim-ayrim komandani tutgan bo'lsak, Real Madrid, sen Barcelona. Shunga o'xshash.
O'sha tutgan bolsak, şuna musabaqa arasida top oynaydı. Ya senin kumandan ya menin kumandam kızıl kart yeydi. Ya siyah kart yeydi. Şunun bilan ikkimiz senin kumandan hata qildi, menin kumandam hata qildi deb urushib ketamiz yani. To'g'ri. Demek sen futbol musabakası ötküzgüle vakti sen işte musabakını köremse? Ko'rma. Pek az. Yaxshi ko'rmay turib ko'rsa. Ha, çünkü dostlarım ko'rib qolsa, men ko'rma. Ergişip körsen. Ha, ayishib ko'rma. Do'stim keyini kirgizsin. Ürükünü göz al hadi. Topçu dostum olan qishda topçu o'qiysanmi? Ya onda bo'lib ketmayman. Ama yaxshi ko'rmaysan. Ama yaxshi ko'rmayman. Sen futbolni, anikin basketbolni yaxshi ko'rmaysan-ki. Hem sen qaysi tantarbiya turini yaxshi ko'rsan? Mening yaxshi ko'radigan tantarbiya turim hozirgi mana shu Tayland chambashchiligi. Mushuni bek yaxshi ko'rman. Buningda delaqqi Diqqat sual so'rashmi albatta. İşkimizi yasa tutamazsın. Buning shu 2 yildek oldu beryaptimi. Musobaqa o'tishimiz cho'ng kichik musobaqalar bo'lib turdi. Shu yengilish bo'ldi. İnsonga delaqqi jasorat ato qiladi. O'ziga ishonish, g'urur degandek-ku. Shuni yaxshi ko'raman bu. Tayland chambashchiligini. Sen qaysi musabakalar qatnashib baktın o çambaşçılıkta? Bu chambashchilikda birinchi musobaqam hamda nahiyalik bir musobaqa bo'ldi. Bu musobaqa tunji musobaqam. Tunji musobaqamda yengilib ketdim. Tunji qitim chiqdim sahnaga. Tentirab qoldim. Ha, tentirab qoldim. Raqibin Uygur mu yoki? Türk'ti. Çünkü o musobaqaga tushdim. Musobaqaga tushganda bizni mushakillam açıp koymaydı. Yani kallımızga kiydiğen nersimiz var, ceynigimizde kaydiğen nersimiz var. Yani qoğdunup öyle çıkımız. O bedenimizde kiygen nersimi bedenimizde bir xil eğirlik qilib koydu şu, payda qilib koydu. Şu musobaqa tushim birinchi meydan başladı. Birinchi meydan başlap, men tehi mushimni atmay turiblam qarshi tarafdan bir pesh bo'lib ketdim. Quloq tubimga. Kutilmagan ahvolda buni. Kutilmagan ahvolda. U peshva qattiq tegdi menga. Shuning bilan ikkinchi va uchinchi maydonlarda o'zimga kelanmadim. Shuning ta'sirida. Shuning bilan ta'sirida yengilib ketdim. Lekin ikkinchi qatimliq bundan bir ders aldın ekan. Ha, bundan bir ders aldım. İkinci qatim musobaqaga tushganda yengdim. Maşallah. Xeli qattiq uryaptimi? Birinchisinikini shu nemisini ikkinchisidan. Ha, birinchisini qisasini ikinci maydonda, ya ikinci musobaqada elib oldim. Başqa qaysi musobaqa? Başqa shu eng oxirgi tushgan bir musobaqam bor. Uningda o'zimizning zalga tushdik, Uyg'ur bolalar bilan. O'zimning oldidagi bola Uyg'ur. Ham do'stim. Uningga ya mush atamayman, ya peshva atamayman. Çünkü yaqin do'stim-da. Sahnadagilar ham ustoz hujum qilgan, sening do'sting bo'lsa, mayli sendan dars oladi, o'zini ela kuchli qiladi dedi. Shuna qilib, birinchi maydon men jiq hujum qilmadim. Ikkinchi maydonga kelganda azroq qizib olgandan keyin direkt hujum qildim. To'rtinchi qitim xatolashding. Biroqla hujum qildim. Direkt emas. Bevosita yoki biroqlar. Biroqla hujum qildim. O'xshash xatoni chiqdi. Yengib oldim. Yaxshi oldu. Aqchan shu ikkinchi maydonda qiyin qiz ketib, o'zim bilmayman. O'lib qoldim shunday. Abduraziz programımızdaki ahirgi bosqichga keldik. Ahirgi bosqichda tahoyila ishkaylan birdan maqol tamsil so'raymiz. Bu maqol tamsilniki beshini biz deymiz, oxirini sen tushirsa. Unda olsa maqol tamsilini so'raymi? So'ra. Qiyin ish yo'q olamda. Ko'ngil qo'ygan odamga. Yaxshi. Ana sortay. Bilim o'rgansa kishi Bilim o'rgansa kishi bilim o'rgansa kishi ko'kka yetar. Ko'kka yetar beshi. Abduraziz qimmatli vaqtdan chiqarib programmamizga qatnashib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.
4 qitim xatolaşib programmamiz oxirlashtirgan bo'lsam-mu, kapaganligingiz uchun o'zlari mukofot summasi kirishdim. Inshaalloh mukofot summani programmamizga yig'sam bo'ldi. Tamam. Aziz qarindoshlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Sizlarga sog'lig'ingiz ko'rishcha omon bo'ling. Allohga emanet.